Samandar, sizga savol. Hozir Samarqand shahar vokzal territoriyasiga novostroyka, korobka, liftlik dom nech pul bo'lyapti? Akajon, o'zi shahar vokzal sentrida, shaharda o'zi korobka esti 800 dollar bo'lyapti. Kamida. Remont qilgani tayyor uchun. Remont qilgani endi kvadratda 300 dollardan kelsaga, remont qilgani 1100-1200 dollardan tushadi. 1100-1200. Men sizlarga bitta zo'r taklif bermoqchiman podpischilarga. 124 kvadrat. Mana shuni remont qilishga necha oy vaqt ketadi? Buni 120 kvadrat katta narsa, bu beta 4 oy, 5 oylar ketadi. 4-5 oy ketadi. Men zo'r taklif beryapman podpischilarga. 124 kvadrat 1, 2, 3 zal bilan 4 ta xona, razdelni hammom tualeti bor. Mana shu mebel jihozlari hammasi qoladi, to'g'rimi? Hammasi shu Hammasi qoladi. 124 kvadrat narxi 119 ming, yana savdosi ham bor deyaptilar. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, men pastdan nomer qoldiraman, so'rashni aloqa chiqinglar. Mana shu puliga arziydimi yo'qmi? Arenterimiz vokzal, hamma biladi, vokzal Gamamed klinikani to'g'risida 8 qavatli binoni 5-qavatda joylashgan, lifti 24 ga yetib ishlaydi.